Hop, bismillah, assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Revit Marafon kursidagi 11-darsimiz bo'ladi. Hop, shu paytgacha sizlar bilan Revit asoslari va Revitda uje asosan o'rganib bo'lganimizdan keyin обмерный planni, demontaj plan, montaj planlari chizdik и plan после перепланировки, ya'ni devorni buzib qayta qurganimizdan keyin uyimizni holati qanaqa ko'rinishga kelishini ham sizlar bilan o'qdik va bularni hammasini mana bu joyda 4 ta listga joylab bo'ldik. Hop, endigi navbatda, hop, sizlar bilan, nima qilishimiz kerak? Hozir oynalar yopib turay, kerak emaslarini. Endi, biz loyihamizga bevosita o'tsak bo'ladi, remontimizni asosiy jarayonlariga. Hop, bizda mebellar va ko'p boshqa narsalarimiz, чистый polimizga yopishgani uchun biz hozir, birinchilardan bo'lib pol yasab olganimiz yaxshiroq. Shuning uchun kelinglar, sizlar bilan uje polimizni chizishga o'tsak. Hop, endi pol chizish uchun biz, yangi mana bunaqa bitta, vid ocha olishimiz kerak, to'g'rimi? Hop, bularni bekitib turaman. Mitkani o'ng tomonini ezib turib, свернуть все qilsam, hammasini yopib chiroyli qilib qo'yadi. Keyin vidga o'taman. Hop, vidga o'tganimizdan keyin biz sizlar bilan mana bu joyga kirishimiz kerak edi, to'g'rimi? Yangi vid ochish uchun. Hop, kirib turib, plan etajiga kiraman. Uje mana bu yerda bizda 1, 2, 3, 4 и 5 ochishimiz kerak. Biz sizlar bilan, изменить tip qilaman, копировать qilaman. Endi 0,5 0,5 qilib turib, hop, plan napolniy покрытий deymiz, ya'ni pol, pol qoplamalari plani. Plan напольных покрытий. Покрытий. Hop, plan напольных покрытий bo'ldi. Buni bitta qaytaraylik. O'zi ochiq turgan yaxshi ekan. Hop, qildik. Mana bu joyga tegmay qo'yamiz. OK qilamiz va mana, biz bitta tip ochdik. Endi Revit so'rayaptiki, bitta tip ochding, 0,5 plan напольных покрытий degan. Endi senda 4 ta sath bor. Shu sathni qaysi asosida sanga ochib beray deyapti. Ya'ni biz polni tanlasak, shu OK qilsak, bizga mana shu, pol sathi bordi-yu, bizda sizlar bilan yasab olgan. Masalan, hozir razrez olsam, mana bu joydan bitta razrez olsam, mana bu joyga ikkita chizsam, razrezga qaraydi. Mana bu joyda buni sindirib turib pastroq yopib turaylik. Mana shu polni endi tepadan ko'rsatib beradi mana. Biz misol uchun, qarang, taxminan, mana bu joydan qarab turibmiz. Mana bu joydan yuqoridan pastga qarayapmiz. Mana shu joyda ko'rsatib beradi bizga, tushundinglar? Ya'ni shu pol asosida bitta, eee, bit yasadi. Endi nimaiki qo'ysa, shu polga yopishtirib qo'yadi endi. Agar patologni tanlab olsangiz, patologga yopishtirib qo'yadi. Shuning uchun biz pol asosida qilib oldik. Buni delete qilib o'chiraveraman. Razrez kerak emas. Mana buni delete qilamiz. Удалить. Hop, qarang. Buni o'chirvordik. Endi bizda, pol degan vid ochildi. Endi qaranglar, bu pol degan vidda, hamma yoq chalakash turibdi, to'g'rimi? Mana bu demontaj qilingan devor ham ko'rsatyapti, yangi devorni ham ko'rsatyapti. Bizga bunaqa kerak emas. Uje bu devor bizga ko'rinmasligi kerak. Buning uchun nima qilamiz? Biz yangi shablon yasamaymizda, eski shablonni kopировать qilib sal o'zgartiramiz, xolos. Hop, shuni kopировать qilib olaylik, oldin qilganimizni. Buni 0,5 qilamiz. Voy, mayli, 0,5. Mana bu joyda bu kopировать bo'lsa, mana bu joyi nomini o'zgartirish 0,5, plan напольных покрытий turib yozib olamiz. Покрытий. OK qilamiz. OK qilsak, uje bizda yana oldingi, shablonimizda sozlagandagi bo'lib qoldi vidimiz. Ya'ni biz oldingi shablonda sizlar bilan kolonnani qizil, devorlarni unaqa seriya qilib chiqqandik. Ko'rdinglar, bitta uje, to'rtta vid qo'lda yasaymizda, qolganlarini kopiya qilib ketsak bo'ladi sizlar bilan. Hop, xuddi shunaqa endi bunga biz list ochib olishimiz kerak. Buni kopiya qilaman. Kopировать list, только list. Hop, endi buni to'xtanglar, bunday qilaylik. Mana bu joydan, eee, mana buni ochib olaman hozir. Mayli. Nima qilmoqchi edim? Mana bu joyda plan напольных покрытийdan nomini kopiya qilib, mana bu joyga qo'ymoqchi edim. Endi nima qilamiz sizlar bilan? Buni yozib qo'yamiz qo'lda. Exit qilaman. Plan напольных покрытий. Покрытий.
sizlar nima qilinglar, video chekkaninglarda уже yozib turib kopiya qilsanglar yozib o'tirmaysiz. Напольных покрытий yozamiz. Покрытий. Okey. 05 bo'pti, okey. Hop, qaranglar mana bizda 4-list, уже 5-list bo'ldi. Hop, 5-listga biz mana videomizni ichidagi ko'rinishni olib kelishimiz kerak, to'g'rimi? Bundoq qilib tashlasak ichkariga, bu yoqqa kiradi. Hop, kirdi. Biz, pol planini pol listiga oldik, ko'rdinglarmi? Mana bu list turadi, quruq list. Mana buni hozir o'chirsam, bu quruq list xolos, hech narsa emas, faqat list xolos. Hop, vidimiz, ko'rinishimiz mana bu. Buni hozir o'chirib turaman. Ham o'chirib turib, mana planovoyni покрытиеga buni olib kirsam, tushunyapsizlar, bu vid xolos, ko'rinish. Mana bu ko'rinish, bu list. List tagida list, ko'rinish tagida ko'rinish turadi. Hop, buni olib kelib olamiz mana bu yoqroqqa. Hop, bizda endi qaranglar. Bizda hop, bundoq qilsam, qayerda edi? Ion Studio loyihalar, zaytunli, renders. Xo'shkani ko'rib olaylik, qanaqa edi ekan pol? 60 ga 120 kafel. Bu tomonda, bu tomonda shkaf bor. Bo'ldi. Hop, Revitga o'tamiz. Hop, endi mana plan после перепланировки degan vid kerak emas bizga. Buni o'chiramiz. Bizda faqat shu listimiz qolsin. Listni ichida ishlash ham sal, g'alatiroq. Shuning uchun qaranglar, listga joylaganinglardan keyin list sizlarga xalal bersa ham o'sha boshqa qilib. No, vidni ezib turib, открыть vid qilsanglar, vidni o'ziga kiradida, mana vidni o'ziga o'tib oldi. List bilan hali, listni bu yoqqa surib o'tirmaysizlar. Kichkina bo'lsa, mana bu listda kichkina bo'lib qoladi-da vidingiz mana. Shuning uchun mana bu plan etajni o'ziga o'tib olsanglar, bu yoqda listga avtomatik to'g'rilanib ketadi o'zi. Xo'p, qaranglar, biz endi, polimizni yasab olishimiz kerak. Xo'p, qarang, bizda hozir, sushi mana bu joyda plita перекрытияmiz bor, to'g'rimi? Qaranglar mana. Polga o'taman. Razrezni chizib olsam sizlarga tushuntirish uchun. Shundoq polni chizib ketsam bo'ladi, lekin tushunmay qolmanglar deyapman. Shuning uchun tushuntirib o'tib ketaman. Hop, bundoq chizsak, bizda qaranglar. Mana bu joyda, chernoviy pol bor. Bu, pol bilan, 8 santimetr razницада turibdi. Bizda, polimizni qoplaydigan, masalan, hozir chiqib ketib turaylik. Polimizni qoplaydigan laminat bo'lsa yoki kafel bo'lsa, bu 1,5 1 santimetr yoki, 0,5 santimetr ham bo'lishi mumkin qalinligi. Hop, qarang, materialiga qarab. Bizda 8 santimetr joy turibdi, ko'rdinglarmi? Mana misol uchun 8 santimetr joy turibdi. Nima uchun? Chunki, mana betonniy основаdan keyin, hop, undan keyin nima qiladi? Gidroizolyatsiya qilgan ekan, bunda gidroizolyatsiya qiladi yoki bundan keyin qilishi uchun gruntovka qilishi mumkin, keyin stяжка qiladi. Agar tupli pol qiladigan bo'lsa, tupli pol qiladi. Undan keyin равнитель qiladi. Undan keyin, biz, hamma polingizni materialiga qarab, bizda pirog har xil bo'ladi, ya'ni pol pirogi. Va pol pirogi nimaligini tushunmasanglar, hozircha chuqurlash shart emas, просто bilinglar, plitani ustidanoq materialni mana buni plitani ustiga yopishtirib yotkizib ketmaydi. Buni tagida stяжкасы bo'ladi, равнители, gruntovkasi bo'ladi. Shuning uchun, bizda 8 santimetr joy bor. Hop, endi nima qilamiz biz? Mana bu polimizni 8 santimetr qilib o'tirmaymizda, bu pol bo'ladi, tagida kley bo'ladi. Laminat o'zini podложкасы bo'ladi. Kafellarda unaqa podложка bo'lmaydi o'zini. Kley bo'ladi. Qaranglar, biz nima qilamiz? Hozir buni o'zidan chizib ketib turaveramiz. Mana bu oradagi piroglarni chizib o'tirmaymiz. Chunki nimaga desanglar, u planda ko'rinmaydi baribir. Biz, alohida uzel berganimizda baribir u chizgan polimizdan qirqib olmaymiz, boshqa yasaymiz. Shuning uchun sizlar bilan biz polni o'zini chizib ketamiz, xolos. Chunki planda shuni o'zi muhim. Qarang, mana bu pol mana bu joyga yopishib turadi. Ora bo'sh qolaveradi. Bo'lmasa stяжка chizib qo'ysa ham bo'ladi. Farqi yo'q. Qaranglar. Endi polga o'taman. Mana bu joyda bizda 60 ga 1,20 lik, profil ekan. Keramическая plitka. Hop, arxitekturaga o'taman. Pol перекрытие turadi. Biz перекрытие arxitekturaga kiramiz. Hop, kirganimizda bizda hop, pol yo'q ekan. Hop, qaranglar. Nima qilamiz? Любой bittasini chizib olamiz. Mana bu joyga chizdik. Okay. Buni ushlab 3Dga o'tsam, mana shift bilan aylantiryapman. Bu oddiy.
Перекрытие. Hop, endi buni o'zgartiramiz. Изменить tip qilib turib, копировать. Керамическая плитка. Керамическая плитка. Плитка 60 ga ru 20. 600 millimetrga 1200 da endi. Okey, qilamiz. Hop, qaranglar, buni biz bersak bo'ladi. 2 santimetr berib turaylik. Kley ko'p yesa boshqa bo'lsa 2 santimetrda berib turamiz. Hop, keyin endi bunga kiramizda biz 60 ga 120 lik nimadir qarab ko'ramiz bormikan shtrixovkasi shunaqa. Hop, mana bu joyda 60 ga 60 lik bor ekan. Bu 60 ga 60 lik bizga bo'lmaydi. Endi bundan biz kopiya qilib olamiz. Копировать material и komponentga qilamizda. Hop, керамическая плитка. Yana kopiya qilib olamiz. Plitka 60 ga 120 lik. 1200 qilamiz. Okey. Уже mana bizda kopiya bo'ldi. Endi qaranglar, mana bu joyda liniya bor, liniyasi. Bundan kopiya qilamiz. Ya'ni bu liniya nimaligini ostida ko'rsataman. Okey qilaylik. Okey qilib turamiz hozircha. Okey. 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 Уже qaranglar, bizda mana 60 ga 60 lik keramik plitka yotkazildi. Ya'ni bizda plitadan shunaqa polga aylandi. Endi bizniki 60 ga, eni 60, uzunligi 120 edi. Ya'ni o'rtada mana bu chizig'i bo'lmaydi. Shuning uchun ushlab turib, изменить tip qilib, изменить, ya'ni materialni изменить qilamiz. Hop, buni ichiga kiraman, bundan kopiya qilaman. Hop, KP, ya'ni keramik plitka 60 ga x 120 qilib, hop, to'xtanglar, biz kopiya qilamiz-ku. Kopiya nima degan? Hop, kopiya qilib turib, KP 60 ga 120 li qilamiz и mana bu joyda intervalini bittasini 1200 qilib qo'yishimiz kerak. 1200 millimetr. Okey qilsak, KP 60 ga 120, okey. Okey. Okey qilamiz. Применить qilsak, уже bizda mana 60 ga 120 lik profil paydo bo'ldi. Hop. Endi buni nima qilamiz? Soздать analog qilib, mana to'rt burchak bilan xonamizni bu burchagidan bu burchagigacha tortamiz. Hop, polda bo'ladi, 0 turadi. Okey qilamiz. Bizda mana polimiz bo'ldi. Hop, qaranglar. Endi polimiz bizda mana bunaqa ko'rinadigan tomoni qiyitim turmasligi kerak. Ya'ni bu tomonlar butun turishi kerak, butun kafel tushishi kerak. Buning uchun nima qilamiz? Mana bu chizig'idan ushlab turib, hop, tab bilan S ushalishi kerak. Mana tab bilan tanlaysiz. Buni ushlab turib, suramiz bu yoqqa и buni tab bilan ushlab bu yoqqa surib ko'raylikchi. Hop, bizda kirishga kichkina bo'lakcha bo'lib qoldi. Bizda bu tomon kichkina bo'lsa ham bo'ladi, chunki bizda shkaf bor. Mana bu joyda shkaf qo'yamiz, yopilib ketadi. Faqat mana bu tomon butun turishi kerak. Endi mana bu joy chala bo'lib qolyapti. Shuning uchun nima qilamiz? Hop, liniya qilamiz. Liniya detalizatsiya qilib turib, buni o'lchab olaylik. Hop. Liniyada chizib oldim, liniya 2020 ekan. Endi qaranglar. Liniyadan yana kopiya olamanda, buni liniyani o'rtasini ushlab olaman. O'rtasini tekis chizamiz и bunga bunga выровнять bilan buni o'rtasini olib kelib qo'yamiz. Shunda bizda ikkala tomonda ham bir xilda qoldiq pol qolyapti. Mana bu kirganda kichkina xunuk bo'lib qolgandan ko'ra, ikkala tomonda teng qolgani sal более-менее chiroyliroq ko'rinadi. Hop, buni удалить qilaman. Buni ham удалить qilsak bo'ladi уже. Hop, keyin mana buni o'lchab ko'raylik, qancha qoldi ekan bu joyiga. 830 qolibdi. Ну, вообще-da tursa ham bo'ladi, chunki bizda shkaf bo'lib ketadi. Asosiy ko'rinadigan tomon bu tomon. Shuning uchun bu tomonga butun kafel tushyapti. Или shunaqa qilsa ham bo'lar ekan, bu tomonga to'g'rilab turib, bu tomonda ham baribir polkasi bo'ladi. Hozircha shu turgani yaxshi menimcha.
Endi bu xonada bizda, qanaqa pol bo'ladi? Bu xona bizda, oddiy laminat pol bo'ladi. Laminat polni, yasasayam bo'ladi, lekin man, darsimiz qisqaroq va sizlarga osonroq bo'lishi uchun mana bu joyga tayyor olib kelib qo'yganman. Bu fayl tashlab qo'ydim, Revit Marafon Dataga. Buni ushlab turib, mana bu joyga kopiya qilasizlar. Mana bu joydan mana. Keyin, 3D'ga o'tamiz. Keyin Ctrl V bilan sahnaga OK qilib qo'yishimiz kerak. Bizda mana pol materialimiz tushdi. Endi polga o'tamizda, buni ushlab turib, dazzacha analog qilamanda, butun xona bo'ylab chizib chiqaman. Mana bunaqa so'nggi liniyani o'chirsam, bunaqa joylari, eee, Revit qabul qilmaydi. "Yo, to'xta" deydi, "Buni tekkiza" deydi, "Qabul qilmayman" deydi. Shuning uchun buni tekkizlab chiqishimiz kerak. Hop, обрезать, удлинить olamiz. Ya'ni mana bu trimni. Hop, shunda bundoq qilib, bu liniyalarni bir-biriga, kelishtirib qo'yishimiz kerak. Bundoq qilib, chiroyli qilib burib, buni bu yoqqa, buni bu yoqqa, buni bu yoqqa. Mhm. OK qilsak, уже mana bizda, polimiz yotdi. Hop, buniyam, bu qismini bu yoqqa tortib qo'ysak bo'ladi. Mhm. Bizda hozir, qanaqa ko'rinishda ekan ko'rib olaylik. Bu zalivkami yoki, skritая liniyami? Polimiz rangli edi, shuning uchun rangsiz ko'rinyapti. Plan наполненных покрытий, отображение модели. Zaливka qilib qo'ysakchi? Вот. Zaливka qilsak уже pol rangiga ko'rindi. Hop, endi sanuzulimizga ham xuddi shu 60/120 dan lazzat analog qilaman. Hamma joyida qilib oqlamiz и hamma joyiga ручной ishlab olishimiz kerak. Bundoq qilib, keyin buni bu yoqqa tortamiz. OK qilamiz. Сохранить qilib qo'y deyapti. Xo'p deymiz. Сохранить qilamiz и bizda, mm, sanuzelimizni bu tomonida nima bor edi? Vanna bor edi adashmasam. Buni proyektni yana ko'rib qo'yaman. Keyin dars to'g'rilab ketamiz. Hozir shunday turib turaversin. Hop, qaranglar. Savol tug'ilishi mumkin. Eshiklar tagiga pol bo'lmaydimi deyishlari mumkin. Buni, pol stigini chizayotganda ko'rsatib ketaman qanaqa bo'lishini. Buni juda ko'p dizaynerlar e'tibor bermaydigan jihatlari bor, nyuanslari sizlarga o'rgatib ketaman. Shu xatoni qilmaysizlar, xudo xohlasa. Hop, endi qaranglar, oshxonaga ham bizda mana bunaqa laminat berib qo'ygan ekan dizayner, lekin mana bu laminat, oddiy laminat bor-ku, bizda sotiladigan arzonroq laminatlar suvdan qo'rqadi, ya'ni suvda shishib ketishi, deformatsiyaga uchrashi mumkin. Lekin, agar dizayn trend yoqqan bo'lsa, bolam xuddi shunaqa yog'och tekstura laminat bo'lsin desa, bu laminatdan qilib bera olmaysizlar, chunki suv to'kiladi va deformatsiya bo'ladi pol. Shuning uchun xuddi shunaqa imitatsiya beradigan, ya'ni, laminatni kvarts vinilni ajrata olmaydigan qilib, kvarts vinil degan material qo'ysa bo'ladi. Ya'ni kvarts vinil shunaqa materialki, u suvdan ham qo'rqmaydi va ancha прочный bo'ladi. И oshxonada bemalol yuvib ishlatsa ham bo'ladi. Shuning uchun buni, kopiya qilamizda hozir. Kopiya qilib turib, hamma joyiga, eskert qilaman. Mana bu yerda ham turgan ekan u. Eskirtib turib, изменить tip qilaman. Buni kopировать qilib turib, kvarts vinil deb yozamiz. Vinil, kvarts vinil. Okay. OK qilamiz. Hozircha teksturasi shu turib tursin. Lekin, shunaqa kvarts vinillar bor, laminat bilan ajrata olmaysiz. U xuddi, teyip ko'rish kerak bo'ladi, chunki, vidini shunaqa ishlanganki, umuman deyarli ajratish imkoni yo'q ko'rinishdan. Hop, buni lazzat analog qilamanda, oshxona bo'ylab chizib ketamiz. O'zi oshxonani, mebelini tagiga keramik plitka berish ham yaxshi, lekin ko'pchilik shunaqa laminat, teksturasini beradi. Lekin laminatni o'zini qo'ya olmaymiz. Agar klientdan keyinchalik so'kish eshitish niyatingiz bo'lmasa, qo'ymasligingiz kerak. Hop, buni tortamiz.
okey qilamiz va bizda bu, kvartfinal polimiz ham bo'ldi. Xo'p, mana bu judayam to'q bo'lishi mumkin. Judayam to'q o'xshayapti. Shuni sal ochartirib qo'ysam bo'ladi. Hmm, shunaqami? Bo'lsa, manimcha. Hozircha shunaqa tursin. Keramik plitkamiz ham bizda oddiy turibdi. Buni shtrixovkalari bor. Shtrixovka qo'ysa bo'ladi. Nasib qilsa uni keyingi darslarda ko'rsatib beraman, Xudo xohlasa. Hozircha sizlar shuni chizib olib tursanglar bo'ldi. Va albatta polimizni, spetsifikatsiyasini chiqarishimiz kerak. Uni endi keyingi darslarda qilamiz. Hozir просто risk o'tib, sizlar bilan birga o'tib, chizgan polimizni ko'rsak bo'ladi. Va mana sizlar bilan polimizni ham chizib oldik. Albatta hozir kamchiliklari ko'p. Hammasini bitta darsda qilsam soat kech bo'lib ketdi vaqt cho'zilib ketadi. Shuning uchun, bu darsni ham bo'lib sizlar bilan bosqichlar bo'lib, Xudo xohlasa, nazariy jihatdan ham sizlarga o'rgatib ketaman. Qayerda qanaqa ishlatish kerak, qanaqa ishlatish kerak emas. Buguncha shular. Keyingi darsda inshaalloh ko'rishguncha sog' bo'linglar.